ko'p ayollarimiz o'zi semyani saqlab qolishga harakat qilibdi-da. Qaysinidir eri shunaqa mamsik, qaysinidirki alkogolik ichadi. Chekuvchilari ham bor-da orasida. Yuvinishni yomon ko'radigan erkaklari ham bor. Kiyimingizni to'g'rilasa kerak emas, men kim qaridi mana deb ayolini gapini pisand qilmaydigan. Keyin ham bir kishi bu narsani bajara olmaydi. Lekin ayollar ham charchagan, o'zini yelkasida tortib ketish. Tortmasin, o'sha tortmasin. Shuna nima maslahat berasiz? Birinchisi tortmasin. Birinchidan tortmasin. Tortmasin. Mana shu fikrdaman. Erkak o'zining mas'uliyatini bo'lsa, bu birinchisi. Ikkinchisi, qanaqa erkak bilan yashab bo'lmaydi bilasizmi? Er deyishga or qilasiz, farzandlaringiz ota deyishga or qiladi. Bu erkaklar qanaqa? Nashavand, alkash, biror vazifasini bajarmayotgan, o'zining harakatlarini bilmaydigan erkaklar. Tushundingizmi? Ko'rasiz, or qilasiz, mana erim deyishga or qilasiz. Bunaqa erkaklardan o'zi uzoq bo'lish kerak. Erkakni mas'uliyatlarini o'ziga tashlash kerak. Erkakni o'ziga. Uyga ro'zg'or qilmayapti, mayli o'sha payt och bo'lsin. Bolalari bir-biridan non bersa, erkak och qolsin. Dadasi ro'zg'ordan nonimiz yo'q, kartoshkamiz yo'q. Och qolsin, erkak hech narsa bermasin. O'zi tortmasin. Bu birinchisi. Ikkinchisi, munosabatlarda o'rgansin. Ayol qayerdadir xato qilyapti nimadir. O'sha xatosini o'zi to'g'rilasa, hammasi chiroyli bo'ladi.